Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Yeni bir katımlık Uçuk Söhbet programımızı görüşünlerini karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğın. Kadirli görürmenlerimiz, elbette yıllardan bu yan biz bu programımızda milletimiz içinde yetişken, her xil sahada yetişken meyli siyasi saha olsun, dini saha olsun, ilmi saha olsun. Şu sahanın mütehassislerini teklif kılıp, xilma-xil temalarda söhbet kılıp kelivatımız. Bugün şunun cümlesinden tünügün elanımızda belgendek her birimiz için bulup Türkiye'de yaşayatkan yüz minlarca halkımız var bir yerde. Meyli Türk puhrası bulaydı veya ki ikamet bilen yaşayatkan bulaydı. İnsan her zaman ihtiyacı düşüdüğün meyli özümüz, meyli ferzentlerimizge. Yıllardan bir bu mesele bizge to'la kelip nurgun peşkelçilikle uçuravatkan mesele bunu aydınlaştırılış gerek bo'lgan meseledi. Bugün fırsat buldu şu Türkiye'nin sahiye sistemi hakkında söhbetleştiğimizi e'lon bergandik. Bugünkü aziz mehmanimiz bu sahanın mutaxassisi ve yıllardan bir yaşadı. Bu tibbi sahada hizmet kılayotgan, hukukçularını yetiştiriyotgan hürmetlik doktor, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi okutuvchisi Doktor Nametcan Mehmet Teknikulu kıymetli vaxtını çıkarıp da Ankara'dan kelganligi için köp rahmet ederiz. Sizlarga rahmet. Allah razı olsun. Kadirli görürmenlerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık naq mailden tarqıtılıp ekranlarda çıkıp durayotgan numarımız şundaqla ijtimoiy fikir vasitlaridagi aloqa vasitlarimiz arkalık programımızga alaqadar har qanday fikir teklif bo'lsa berishinglardan savollaringlar bo'lsa so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanish uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Bevosita programımız kirib ketsak biraz 15 minut atrofida kechirim so'raymiz. Elbette doktor Hamdi bu tıbbi saha meyli nadi yaşaydı onu şu devletin kendimizini bilişimiz gerek. Türkiye'de nurgun halkımız yıllardan bir yaşayatıdı. Bu mesele şu arxil peşkelçilik çoğun operasyon diyene iştahap kağa vaxtıda müşahedeki cemiyetlerimiz şu doktorağına çapıdığan ya ki ulanın pulusunu töleş meselesi de yardım kılış için pat faaliyetlerini ulaştırdığı halkımızın malumatı iyi kılış için. Bizlerden köp sorulayotgan meselede şu an sizin ata aytanga bu meseleni xildan buyan şu kun tartibatıyla ötküzüş bilgen nisip bo'ldi hamdi. Aldıdan şu Türkiye sahiye sistemisinin qanday ishlaydiganligini biz tushunib ondan başlagan bolsak. Buldum. Assalamu alaikum. Türkiye'deki sahiye sistemisi dünyadaki en yaxshi sahiye sistemlerinden birisi. Dünya Sahiye Teşkilatı mı bunu itiraf kıldı ve nurgulgan devletlerge tavsiye kılan, ülke kılıp gözetken sistemden birisi. Hem dünyada her xil devletlerde oxşamagan sahiye sistemini işletiyor. Olanın işte en köp işleten sistem aralaş sistem deyimiz biz. Aralaş sistem degenimizde şu devlet doktorxanası ve şahsi doktorxanalar oxşaş vaqt hizmet bergen. Ondan devletniki ictimai davalaş sigortası bilen şahsi davalaş sigortasına ortak işletken sistemi. Şunlar biz bunu aralaş sistemi deyimiz. Türkiye'nin işletken sistemi şunda. Şunlaşqa Türkiye'de hem devlet doktorxanası ve şahsi doktorxanalar var. Şundaqla devletninki SGK deyimiz. Türkiye'de yaşadığı buldu. SGK bu devletninki davalaş sigortası. Onun için şahsilerinin nurgulgan davalaş sigortası var. Bu sigortaların aralaş işletilen bir sistemi mevcut Türkiye'de. Hoş, diğerinizde hakikaten yeni bir malumat oldu ya. Köpünce kişilerimiz bir adamda bu sahanın mesela Türkiye'deki tibbi sahanın dünyadaki en yaxşı birisi ikenligini hem de tekşürmegen insan bilmesi gibi özümüz yaşayatkan bolsak ama bir güzel bir malumat oldu hakikaten. Hem de şu davalaş hem de Türk puhralarga hem de sağlamlık sigortası, sağlamlık sigortası olan insanlar köpüncüsüne hem de devlet töyleydi hem de. Muş meselede Türk vatandaşlarga haksız mı bu yerdeki davalaş
operatsiyaga geçen mesela en küçük nesilden. Bu chet el fuqaraları için, başka devlet fuqaraları için. Türkiye'deki vatandaşların hamısı haksız. Türkiye'deki vatandaşlarga SGK degenimiz, devletniki davalaş sug'urtasi. Bu mecbur. Bunda bo'lgandan keyin hamma odamniki cho'qim bor bu. Mesela ishlayotgan bo'lib qolsa, ishlayotgan yeri bir qismini ko'tardi, undan o'zining maoshini bir qismini kesib olib, onunga to'laydi. Agar ishlamayotgan bo'lib qolsa, desa, ishlamayotgan bo'lib qolsa-mi, o'zi to'lasimi bo'ladi. Shaxsiynikin to'lasim bo'ldi. Chunki shunlashqa bayağı aralash sistem deganimiz shu. Men agar davlatniki SGKni olaman deb qolsa, SGK to'laydi butkul chiqimlarni. Yo'q, men shaxsiy sug'urta shirkatlaridan olaman desa, uni olsin bo'laverdi. Shunlashqa Türkiye'de lekin Türk vatandaşlarga shu SGK mecbur. Shunlashqa hamma odamniki kasal bo'lib qolsa, davolanadigan masala asasen ko'rinmaydi. Yani yana bir mesele sorush mumkin. Bu bizningki qarindoshimizga bekrak munosabatlik masala. Ko'pincha qarindoshimiz balki rasmiy o'rinda ishlamayotgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa shaxsiy shirkat bo'lsin, ba'zan sug'urta to'laydiganlar va ba'zan to'lamaydiganlar bor. Yani bu shunday ahvol to'lamaydigan bo'lib qolsa yoki bo'lmasa muqim xizmat bo'lmay qolib qolsa qanday qilamiz degan masala. Vatandaş bo'lib hech qanday masala yo'q dedik. Hamda vatandaş bulup mening ishim yo'qdi, muqim xizmatim yo'qdi deydiganlar bo'lib qolsa, ikki xil ahvol bor. Biri, agar imkoni bor bo'lib qolsa, o'zi to'lasi bo'ldi. Ikkinchisi, imkon bo'lmay qolib qolsa, buni unutmaslik kerak. Cho'qim shu turayotgan naye, biz elchi deb qo'yamiz-ku. Nayillik hukumatga berib, bir iltimos qilish kerak. Iltimos qilsa, avtomatik o'ninki sug'urtasini davlat to'laydi. Şunlaşqa bunu qattiq unutmasligimiz kerak, qarindoshimizni unutmaslik kerak. Men vatandoshimniki meniki bu sug'urtani har oyda mancha TL to'layman, men to'lamayman deb qolsa, men to'lamayman, shunlashqa men olmayman demay, cho'qma shay beriblam, iltimos qilsa bo'lar. Iltimos qilsa avtomatiklam uni bir kun ishlatilam, sistemaga kirgizadi va to'laydi. Aslida davlatning sistemida avtomatik ayni iqtisodiy kirim bo'lmay qolib qolsa, hamma sistemlashgan Turkiyaniki. Biladi kimningki muqim ishi va kimning yo'q, kimning maoshi va kimning yo'q. Maosh bo'lmaganligini avtomatik kirgizadi. Ba'zi vaqtda sistemda xatolik chiqib qolsa, sistemning sirtida qolib qolish ehtimoli bor. Shunda bunday ahvol olib qolsa, doktorxonaga borsa deydi. Sizniki SGK yo'q ekan deb. Ashna vaqt olib qolsa, darhol nimaga berib aşı yerlik hükümetke iltimos qilib sistem chigizib onundan keyin ishlam doktorxonaga berib davolaşni davom qilsa bo'ldi. Uni yana birisiga shu sug'urta aytilib qolgan ekan buni devitay. Bir oiladan bir odam olib qolsa, oilaning hammasi foydalansa bo'ldi. Masalan, siz oilaning raisi, siz olsangiz, sizniki ayolingiz, balalaringiz hammasi shu bir sug'urtalanib ishlatiladi. Hammadan ish acizsiz. Hem de bu en çok özelliği Türkiye'ninki. Başka yer bulması mümkün değil mi? Başka köpüncü yerde ilişkirik. Ama ballar diye vaktimizde ballağa 18 yaşkaça işlesi buldu. 18 yaş ütüp kalsa ballama ayrım ilişkirik. Lakin okuvatkan balla bulup kalsa Ali mektepten, Ali mektep okuvatkan belgin çıkarsa 25 yaşkaça oğavalığa sigorta almaydı. Olmaşı dadısından yak anısından sigorta paylansı buldu. Kız balla bulup kalsa toy kıygan kadar ata-anasının işlesi buldu. Şunlaşqa bu bir öyden hatta ötken bir hatalık oluptu. Dadısı maptı, ballarım maptı. Onda ilişkin acıtı yok. Hoş. Bir saası aile reisi asa hemmeş adam işlesi buluyordu. Endi chet ellikka qanday bo'ldi degan vaqtimizda, chunki bizning ba'zan qarindoshlarimiz, vatandoshimiz iqomatlar yashaydi. Ularga haqsiz emas, chunki vatandosh bo'lmaganlik uchun, lekin shu SGKni yana ola oladi. Chet ellik bo'lsa-mu. Chet ellikka yeşil qarab turib, nemisi qarab turib, ba'zini chiqirib turib, mancha pul to'laysan oyda deb. Yana o'xshashlam oila reisi olsa, oilasiga ham meylim foydalana oladi. Xo'sh. Yana bir narsa unutib qolibdiman. Ata-onasi bo'lib qolsa, dadasi onasini foydalansa bo'ldi. Shunlashqa, masalan, sizning dadingiz onangiz bor, yeningiz masalan, shumi siznikidan foydalana oladi. Endi bu cho'ng bir afzallik. Xo'sh. Şuna chet el mayada yashayotgan masalan, yeshsal cho'ng bo'lib qolgan dadalarimiz, onlarimiz bo'lsa, ballarcıq bo'lsa, shunlashqa men bu qimmatga demay, men cho'qma SGKni ilishni tavsiya qilaman. İkinci bir ko'p ko'ringan xatoliklarimiz var Türkiye'de. Bu bizning qarindoshlarimiz emas, butkul chet ellikda bo'lgan xatoliklarning birisi. Nimadan oladi?
şəxsi sigorta şirketlerden. Şəxsi sigorta şirketleriniki o töleydiğen çeklemesi var. Mesela siz ağançada mağda bir donu, lakin doktorxana vasınız deyik ki bu ötmeydi bizge deydi. Ya ki olmasa deydi biz bunu olan toxtamamız yok. Şunlaş bu şirketin bizge işlemeydi deydi. Ya ki deydi mama kesellikini alıdı, mama davalaşını aldı, mama teşkürüşünü işçi aldı ki qağın anmayırken deydi. O vaxtda da sizin nurğunuz ziyan болып gitti. Şuna benim tavsiye kıldığım en yaxşısı şu devletniki SGK. Çünkü hemen kesellikni öz içine alıdı. Xoş. Fakat ve fakat öz işlemaydan bir qancha narsa var bunu biliş gerek. Birincisi bu üstündüzdeş karakterlik operasiya yapıp qalsa davalaş yapaz bunu. Türk vatandaşıma oxşaş pul töleş gerek, chet ellikme oxşaş. Şonlaşqa berip men tişimden oňuşdum, implant yapdım, kalpukumga boteks yapdım dep ayalı basa onu pul tölemeydi. Şonlaşqa üstündüzdeş karakterlikke bağmaslık gerek. Ama onun baş bütün kesellikke qanday operasiya bolsun, qanday davalaş olsun, hemmeni tamamen töleydi. Hakikaten. Hatta şunun için boz gerek mesela şu ta Amerika'dan başlap bütün Avrupa'da yaşayotgan nurgun kıynaşımızmış neymiş keldanlısı bazımış şu maxsus davalanış için Türkiye'ye keldik enemde. Yani başka çet elde mi bakacak keldik ama Türkiye'ye mi şu maxsus davalanış için enemde. Bu sahiyası. Şu Afrika ondaki Ottur Şerik Avrupa'dakilerin kelip davalanışga arzu kılan yaki tallaygan devletden bilse Türkiye. Türkiye'nin şu sayyaçılık deyimiz. Dünyada xillam aldı da. Onda buluş birse şu davalaş neki bir töven buluşu. Mesela Avrupa o bu döyle qaraganda xillam töven. Onundakin davalaş süpte haqqının töven buluşu. Onundakin davalaş süpte xillam aldı da. Onda közülmede tercih emes ameliyatda. Biz bu saat bolmanken Nur Adem şu egman zamanında dedi, anda dedi bu bizim bilmeyken ne yılı bekçik. Bunlar bizim vatenden çıkallar. Yani bir hatalık var. Xitayda ben zukam болып kaldım dep boğaça 5-6 haltına toldurып berdi. Ma burna saman içsen, kız saman içsen, öte saman içse deydi. Ben deyelim birini verdi. Yaki hatta Xitayda asım sağlığına bek amarak. Kirip boğaçın sancıydı. Ben ya da onda asım sağlığı asasa yok. Bek eğer bombası sanmaydı. Çünkü bizden vatandakiler ayağı köngen boğan iken, bu bizim ile yasım sanmaydı iken, bizim kılmaydı iken, davalaşıp bilmeyken deydi alva. Bu tarikten devletli oxşaş. Avrupa Amerikalı oxşaş. Kirsam asım sağlığı iş yok. Aslında asım sediş ziyarlıkta mı? O mesela Xitayda sağa asım o kadar paylık olmaz. Siz sağa köpeğincisi neme? Glikoz yap koydu. Bazı vaxtada elbette zukam болып qalsa antibiyotik deymiz. Antibiyotikni asım araq tomoğu berdi. Siz təsir qılım, biz təsir qıldı. Lekin antibiyotik onda yaxşı narsa emas. Bizning kesipte toxtamay en çoğun bir taraf qiysak buldu, hal qiysak buldu degan mesele mush antibiyotikdan noto'g'ri ishlatilish masalasi var. Hem de o Xitoydagi narsalar qonun bek chiqib bo'lmagan ekan, qanday qilsak xalqning pulini avasaqning peshida. Shunlashqa u yerda kirib bo'g'ichilam asmasiz doğrunu berdi. Meya qarsa ya asmasmagan, doğrunu jiq bermagan, bishki doğru bergan ekan. Shunlash xato tushunch bo'lib qilib, bu bizim bir narsa bilmaydi degan ishlar bor, unda ish yo'q. Bu bir xato tushunchning birisi. To'g'ri, rahmat. Abayma azroq shu sug'urta masalasida qaysining yaxshi ekanligini, davlatning yaxshi ekanligini dedingiz. Türk vatandaşları, Türk fuqarolardan chet elliklarga qaysi xildagi sug'urta bakrak yaxshi? Endi yerliklarning ko'pinchisi Türk vatandaşlar bilsa shu SGK'ni oldi. Ya men degandek asosan mashalar davolashniki to'laydigan dais intankan. Faqat to'lamaydigan men degandek shu üstünde xarakter birga aras bek kam uchraydigan nadir kasalliklar deymiz. Mesela SMA o'xshash, onu texi öz işi almadı. Çünkü onunki doğrunun pulu bek qimmat 2 milyon 3 milyon dolar. Şonlaşqa bunu biz төлеп qalsaq bu qandaq bir taraf qila alaymiz bu. Yani birsiga an'anaviy tibabet davalash usuli var. Tek bunu üçük almaqlıq. Bu şu üçü sırtıda. Üstündüse xarakterlik, onadaki nadir kasalliklar. Üçüncüsü şu an'anaviy tibabetdan. Mesela şu jinglarni davalash, hacamat, oğluna texe öz içiga almadı. Bunun başqa hammasini to'laylik. Ama shaxsiylikni qanday deganda, shaxsiylikni pulni bek chiq to'lasangiz, albatta shaxsiy doktorxona davolanish u buningcha foydali. Chunki navbat saqlamaysiz.
Bazınızlam şəxsi doktorxanda dərhal vaxt elib görünəlişiniz mümkün, lekin to'lagan pul bek chiq. Şunlaşqa yerliklim köp insan asası ammay şəxsinikidən. Türk vatandaşlımı. Şun bizden qarindaşlımı en yaxşısı meyli Türk vatandaşı olsun, meyli chet ellik olsun. Şu SGK'ni ası en yaxşı deb o'ylayman. Yani birsiga diqqat qilgan yana bir nuqtam shu meni sug'urta to'g'risida. Ba'zan doktorxonalarga yezib qo'ydi. Hamma doktorxonalar SGK'niki nimasi yo'q, to'xtami yo'q. Xo'sh. To'xtam bo'lgan shaxsiy doktorxona sirtqa yezib qo'ydi. SGK bilan bizning nimamiz bor deb, to'xtamimiz bor deb. Lekin buni diqqat qilish kerak. Chunki davlat doktorxonasi bilan shaxsiy doktorxonaniki to'laydigan pul o'xshamaydi. Shaxsiy doktorxona yana jiq pul olib oldi. SGK bo'lgan ahvol ostida. Albatta ahvol qarab turib bek jiddiy u bo'lib qolsa yana basi bo'ldi. SGK bo'lgan qarindoshlarimiz. Yana men shu davlat doktorxonasiga berishni tavsiya qilaman. Chunki ba'zan o'ylamagan yerdan jiq pul to'lab ketish ehtimoli bor. Mayli davlat nima Türk vatandaşı olsun, mayli chet ellik olsun, yana shu SGK'dan ağını eng yaxshi. Sug'urtani u yerdan elish kerak va og'rib qolganda oldi bilan davlat doktorxonasiga berish kerak. Ha. Bu sualim bati ona cevap chiqqan bo'ldi. Unda qo'sam shu bu sog'lomlik sayohatchiligidan mesela bu yerga qisqa muddatli keldigan yoki sayohat keldigan deganda kishilar uchun qaysidan foydalana oladi mesela? Hozir butkul cho'ng doktorxonalarda shu sog'liq turizm deb ishxona bor. Turkiyada. Hozir shahar hastanasi deb qo'yamiz, shahar doktorxonalari. Bular intayin keng ko'lamlik, ko'pincha doktorlar bir yerda. Ular bo'lgandan keyin shu sayohatchilikmi maxsus bir ishxonalar qurildi. Chet elliklar shuning bilan kelsa eng yaxshisi. Chunki agar kirgandan keyin mesela shaxsiy doktorxona kirsin bo'ladi, albatta davlatniki kirsin. Ammo bizning shu Yevropadan kelgan, undan keyin Turk Cumhuriyatidan kelgan bizning qarindoshimiz bor. Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'izistondan ashana vatandash bo'lgan Uyg'urlar bo'lsin. Yevropa. Bunu bilmey shaxsiy doktorxonaga berib qilalik. Chunki doktorxonaga hukumatnikiga borsak, davlat doktorxonasiga borsak, bek vaqt bo'lib ketadi ekan, yaxshi ko'rmay ekan, shunlar shaxsiy odatda 3-4 hassa bir chiqib ketadi. Mesela bir operatsiya davlat doktorxonasi 100 ming TL bo'lsa, shaxsiyatda 5 ming so'mgacha elish mumkin. O'xshash operatsiyaga. Shunlar bunun qiyinligi amaliyotda shu cho'ng doktorxonalarga borsa, hukumat doktorxonaga oldi bilan ashunga kirish kerak, shu ishxonaga kirish kerak. Sağlık turizmiga ishxonaga. Xo'sh. Shu kirgandan keyin sizning bir qanday qilishingizning hojati yo'q. Ashadin sizning tilingizni biladigan birisi sizga chetib qo'ydi. Siz nega borsiz, qanday tizimlisiz, qanday nima olasiz, hammani yeningiz bir chetib qo'ygan. Uni pullanmaydi. Undan keyin agar siz Türk Cumhuriyatidan kelgan yoki Yevropadan kelgan Türk soydan bo'lsangiz, Türk belgisi olasiz, Türk soylik belgisi olasiz, bu Türk deydigan, Uyg'ur olsun, Qozoq olsun, Qirg'iz olsun, %50 çürpürdü. 50% çürpürdü. 100 ming TL'lik operatsiyasi 50 ming oladi. Xo'sh. Şunlaşqan shu davlatdan kelgan, Yevropadan kelgan qarindoshlarimiz agar bir şey davolanib kelib qolsa, mening tavsiyam shaxsiy doktorxonaga bormay. Shunda cho'ng doktorxonaga kirsa, ma yerliklarni saqlatgan bilan o chet elliklarni saqlatmaydi. Nima uchun saqlatmaydi degan chog'da, chunki u naqd pul to'laydi. Xo'sh. Davlat uchunmi kirma emasmi u? Doktorxona uchunmi kirim, shunlashqa uliga yana alayda muomala qilinglar. Shunlashqa shaxsiy doktorxona bilan hamma o'xshaydi tizligi. Onun için muamelesi ben başında. Bayamen diyendek neye varaman, nim qilaman deydigan temtirib qolgan ishim yo'q. Chunki sizga buni aytib chetib qo'yiladi. Har xil davlatdan kelib, şöyle til tarjimalar başladı işlegan. Somalilik bek chiq mesela. Andaki ma Türk Cumhuriyatining kelganlarga rus tilini mushtur qizlar var ishlaydi. Uni qetib qo'ydi. Ondan keyin sizniki qancha pul to'laymiz oldi bilan deb birdi. Hamma ne chiqib bo'lgandan keyin ayarni deydi, jami mancha pul chiqadi ekan deydi. Siz qabul qilgandan keyin boshlatadi. Yo'q desangiz boshlatmay hech qanday narsani. Bu yerim yaxshi. Ya'ni oldi oldigan, chiqib pul olib oldigan ish yo'q. Xo'sh. Shunlashqam shu sayyatchilik ishxonani obdan foydalanish kerak. Ham bizning qarindoshlar basi bo'ldi. Sig'ortasi yo'q mesela. Ba'zan ko'pinchisi yo'q, olmaydi biznikilar. Yaxshi. Aşına bo'lib qolsa, alay kesel bo'lib qolsa, oldi bilan guldulab bilan normal yak bormay, ashuna sog'liq turizmiga ishxonaga nada desa deb turdi. Ashlan ko'rishib, qilsa undan keyin men shunday turkum desa, endi ashli yordam qiladi.
Hem de bizdeki bir mesele hem de Türk soy belgesini eliş meselesi. Aldığın kadar ben aşınım sordum. Bizdeki resmi vatandaş olmayan qarindoshlarimiz, ya'ni shu Xitoy bog'liq bo'lgan ekan, Xitoy konsulluğunun bu qit'amizga aniq Türk soy belgisini. Yani bizdeki müşahede turayotgan bir cemiyetten bahsi bulamdı deb. Bizek onu biz diş bakılı dedik cevap çıkmadı. Aynı cevap çıkıp kalsa hem de uqtirish qilib belki bir karar elish mümkün. Ben onu nem qilvatim deyishvatim hozir Seyyan nazorati bilan. Agar ma'qul deb qalsa, undan keyin shu buldu. Unda Uyg'urlar aşağıdaki üzerine cemiyetten belge elinle deb qalsa, shu belge bilan aşında çoğ doktorlarga kirib, aş ishxona kirib, bende belge var dese, aldın bunu deyish kerak, bunu deb qo'yay. Hem müştüge pul tükenden menen belgem var dese, onu almaydı. Pulni elib aldan tüyedish. Şonlaşqa pul to'lashdan burun cho'qim deyish kerak. Xo'sh. Deplan men Türk ma'qulamli belge var dese, onunki başla sistemi kirgizdi. Şu boyunca hesaplanmadı. Pulni çürüp mağadı. Bu yıl pek çoğ paylık neyse. Onun da ikin bayağı nesler pek mandal dep ötüp ketdi. Avval şəxsi beriş kerakmi yoki hökumət doktorxanası beriş kerakmi deydi. Bizning qarindoshimizda absus ko'pincha bu şəxsi doktorxonalarga ishli bek ig'ir. Hamda şəxsi doktorxona hammasi men bayağı dep ötüp ketdim. Hökumət doktorxonaga qaraganda 4-5 yaş qimmat aladi. Xo'sh. Nima sug'urtasi bo'lmasa. Bunu xil adam to'lab bo'lolmaydi hozir ahvolda. Iqtisodiy kriz va amaliyan ahvoli o'rtada. Şunlaşqa mening qarindoshlarimiz birdan tavsiyam hökumət doktorxanasıyla qınımda bağmaysa yaxşı muamele qilmaydi ekan, uzun saqlaydi ekan, silkiydi ekan deydi. Albatta, ba'zan şu doktorxonadagi ulum inson nachar doktorlar asbami bor. Endi biz qarasam chet ellikda yerlikda gap qilaman degan yaxshi muamele qilmaydigan bo'lish mumkin. Chunki buni ko'rdik, angladik. Bizga emas, shuni o'zining yerlik millatim qildi uni. Chunki odamning tabiatiga bog'liq shu, xarakteri bog'liq shu. Chunki inson hammamiz o'xshash. Odamji qilgan ekan, ular shunday. Undan keyin yana bir narsa hamda biz bu ishning ishida bo'lgan ekan, buni desak, bizning qarindoshlar desak, bu bak qabul qilib ketmaydi. Masalan, bizning bo'limda biz kasal ko'rmaymiz. Bizning kasallikni oldinish bo'lim chunki. Ondan keyin burun bizdagi keldigan bolalar ma doktorlikni tugitib, uzmanlik deymiz. Uzmanlik kelganlar bek to'g'ri nomerlar oldik. Hazır bizdeki en yukarı çıkartıldı turdu hazır. Neymiş kadıysa bizden talep kıldığı çık. Çünkü şu neme davalaş bölümünde işlep illallah dep oldu. Ben bundaki keselimi kömeyi. Hoş edemden uzak durup köpüncüsü mesela kesellikin alınmış kontrolga yerleşilsem yaşken dep kıldığı çıkıp geldi. Neymiş yön diyen çağda onların anlasız, onların derdi kesellik edemeyecek. Çünkü mesela Avrupa'daki devletler bir doktor bir günde 30-40 kesel gördü. Türkiye'de 100. kesel gördü. Çünkü bu adam yerip kaldı. Yani bir narsa mecbur ro'yi jihatdan jiq ta'sir ko'rsatadi. Çünkü bu doktor degan to'xtamay olumsuz narsa anglaydigan narsa. Yosh gap hech kim yosh gap bilan kirmaydi. Bir dard bilan kirdi. U bilib-bilmay ta'sir qildi. Shunlashqa u meliq nurg'un kasal bo'lgandan keyin qanday qilsam tiz tugatsam degandan dardik tushdi. Çünkü o yerda nurg'un kasal saqlayotdi. Shu bir gapni ikki qatam so'zim ochiqlagan doktorlar chiq. Haqiqatan nachar doktorlar bor. Ben dersi ötken çağda balığa, davalaşın balığa. Toxtuma deygan narsam şu. Ağacın xaplığanın ornuğa, şu gem çıqqetim desen, qarıştırım hoş olup kaldı, sınan nerimanım çeçilmaydı, kesil kidini. Sen nimdep soraysan, o bir cümle, 3 cümle, 5 cümle alıp kidini. Çünkü o bir cümle, sen bir neysen, talaşta atı çıkıyordu. Onun için kesilini zaten kesilini bir küllü keyfiyatını buzudu. Şunlaşqa sabır qılınç uyunu, çünkü bu nanda qaçıdan başqa çaremiz yok. Sistem şu, kesel kildiğen keselimi köp. Şunla bunu yaxşı deb rab qilishim eng yaxshisi ola sabrlan. Ama bunu insan bo'lgan hammasi qabul qilolmaydi. Shu. Şunu bizning qarindoshlim deydi desa, uyay basi yaxshi muomala qilmay ekan, silkiydi ekan, bir gap so'z xaplay ekan, shunlar javob bermaydi ekan. Shaxsiy doktor olsak yaxshi ekan. Shaxsiy doktorxona o'xshash. Hatto o'tgan biz qarindishimizda edi, shu tug'utda, shunda hamda tug'ut olgan ekan vaqiraydi. Shu vaqirsam da vaqirsam og'iz uribdi mesela. Ben şunda açığım geldi. Ağız uğanda ez qilish kerak. Onda qilish haqqı yo'q. Shaxsiy doktorxona deb bağa ish avu. Yaxshi muomala qildi. Chunki nega basınız berin inson u. Albatta davlat doktorxona qaraganda sizni yaxshiroq anglaydi. Chunki aldigan pulmi ko'p. Pul ko'p. Chunki masalan davlat doktorxonada bir doktor 100 kasal ko'rsa, shaxsiyanikida 20 aran ko'radi. Chunki uning maqsadi kasal qochirmaslik. O yer kasal uning uchun bir xarida. O kasal deb qarmaydi uni. Xeridan bunu qaçırmay, ikinci yani kelsin diye şunda qo'y. Şu bizning qarindoshlarimizni cho'qim yaxshi bilish kerak.
Mesela doktorxonaga barsam, anda bo'lmayken, manda bo'lmayken emas. Agar ashuni yaxshi gap qila olsak, gapimizni tushundira olsak, o'lim yaxshi bo'ladi. Hatto men Uyg'urdim. Men Doğu Türkistanlıqdım deselemeyede, köpün doktorlar hemen muamesi özgertidi. Köpüncisi. Vay bizden qarindishim ki o bu deb. Şonlaşqa bunaga bundan nurg'ishlar bo'ldi bizning qarindoshlar. Talaffuzini qaslam sanalik yabancı deb qarab qoldi, chet ellik deb. Men Doğu Türkistanlık vay qarindishim kenil deb o'zgartib, vaqtini o'zgartib, qilib ishlarmi ko'p. Shunga bunaga ko'z yummaslik kerak. Hammamizga maymunda ko'z yumib tillaversak bo'lmaydi. Yaxshi tarafini deyish kerak, yomon tarafini deyish kerak. Ama umum jihati aytgancha o kadar nacharam emas. Yani vaqt meselesi olganka şu doktorlarni tushunish kerak. Bir gapni so'raversak, shu dadimiz ovasini xapalab qoldi. Bayağı desem nim deb so'raysa deydi, shunaqmi? Hech qadim deb beraman sana deydi. Shunlashqa bizlarga bizningki talbimiz pek yuqurib ketsa, ba'zi vaqtlarda umidsiz qaytib chiqadigan shulab qoladi. Endi davlat doktorxonasi, ya'ni shaxsiy doktorxona bir narsa. Nemisi yo'q, sug'urtasi bo'lmay qolib qolsa, davlat doktorxonasi o'xshash narsa sen pek oz pul oldi. Masalan, bir tuxut eng oddiy deylik hozir. Shaxsiy doktorxonada 40-50 ming TL normal tug'sa. Shaxsiy hukumat doktorxonasi unchalik pul olmaydi. 5-6 ming chiqishi mumkin. Sen qo'lingda zaten qiyinchilik bor. Bir odamga o'zing aldab shaxsiy doktorxonasi anda deb basan 40-50 ming to'lagandan ko'ra, ayya asl. Bulam emas mesele. Bu tuğut mesele cık uçuradı bu mesele hazır. İkinci mesele, siz şahsi doktorxona berip kaldınız. Əfsus bu iş var. Öltükeme köydoqun nurğa iş çıktı şu Türkiye şahsi doktorxanda. Şahsi doktorxana çalışıyor. Şu oku cinayetler diyeyim. Bu adı kişi emas. Mesela yan bir mesele qanda desiniz, şahsi doktorxona bağın çağda sizni qo'rqitib. Çünkü operatsiya qilsa hem jiq pul oladi, hem bek tizlam chiqirib yetalaydi. Vaqt uzab ketmay, yarim soatdan bitirib qilishni. Normal tug'ib qolsa, sanjiq balkim 8 soat surilishi mumkin, 10 soat surilib ketishi mumkin. Sizni aşağı bir qarash kerak. Bunda doktorxona uchun bir o ziyon. Qanday qildi? Seni kasal chatoq chiqdi, men hech operatsiya qilib yetlaydi. Yo'q, men o'zim tug'dim. Undan o'zing tug'sang, mayli bir chatoq chiqmas, o'zingga degan ekan, inson qo'rqaydi. Ras chatoq chiqlar deydi. Şuna lekin bunda axloqsiz doktorxonalar bor. Yo'q emas. Hammasi emas, yaxshi doktorxonalar bor. Lekin shaxsiylikni ko'pincha afsus buni qildi. Nima shuni desa, san bakanimaga yetsa sizniki vaqirxona anglagandan ko'ra, operatsiya qilsa deydi, kel deydi, vaqira chaqirishim bo'lmaydi, uni bashariq bo'lmaydi. Yarim soatlam operatsiya qilib aytadi. Onundan kim pulini jiqta bulu, chiroyli yo'l olib qo'ydi. Endi bizning xalq voy anna umdan ki, voy manda umdan ki. Unda ish yo'q. Agar operatsiya qilish to'g'ri kelib qolsa, davlat doktorxonasimi qiladi zaten. Seni mecbur nim qilmaydi. Agar normal tug'ib qolsa, ama normal tug'ish qildi. Chunki normal tug'ib balığın paydası var, anığın paydası var. Mesela bala tug'ilgan vaqtida, chunki erkaklar tug'ildi. Xo'sh. Ama nima qilgan chaqda, operatsiya qilgan chaqda, o yetayotgan balık elib chiqdi. Shunlashqa bu to'g'ri qilgan tadqiqot mijaq. Mesela normal tug'ilgan balalar operatsiya qilgan balaniki IQ-sini farqi bor. Kelgusida. Hamma narsa ta'sir ko'rsatdi. Shunlashqa ilaqi shaxsiy doktoran degan bilan ashunda zo'lablan operatsiya zo'lab qo'ydish chiqdi. Yana bir masala bor. Shaxsiy doktorxona butkul asla uskuna ilaqi mutaxassislik to'liq bo'lmaydi. Buni cho'qim bilish kerak. Bizninkilar tam ta'tirlik tushunadi. Eng yomon ashar unda shu yo'q. Eng yomonlik bir ikkisi bor. Dang chiqib ketgan doktorni ekkilib, ashinglarlam e'lon berib, nim qildi. Unda bo'lmaydi. Ameliyatda eng kuchli kadro yana davlat doktorxonasida va qaraydigan bo'lsak, dangli professor hamma shahar. Masalan deyli, bola agizbas Alloh saqlasin. Bir unda ishlar bo'ldi. Bola bir ish bo'lib qolsa, tug'ilib, yana shaxsiy doktorxonasini bishirib qo'ymay, yana davlat doktorxonasiga burib qo'ydi. Sa ayag vaqin deb. Unda ish bizning qarindoshning beshi keldi. Ham bir mo'j pul to'laysa-da, ham bishirib qilmaydi. Ondan keyin davlat doktorxonasiga yugurdigan ish qiladi. Yana bir ba'zan ahvol bor. Chunki bola tug'ilgan chaqda agar balla doktori uzman mutaxassis bo'lmay qolib qolsa, chunki balla doktor mutaxassisning turi ko'p. Ba'zan ahvol bilinmay qolib qolsa, balaning o'lib ketishiga yoki kelgusi og'ir kasal sabab bo'lib qolishi mumkin. Onisi bilinmaysiz. Ammo doktorxonada uzmanlar bo'lib qolsa, darhol biladi. Ma bal mana chata chiqib deydi, darhol balani davolash boshlaydi. Anda ahvolda esa ba'zan nurg'un xatarni oldini oldi. Shaxsiy doktorga bundan imkon yo'q. Chunki bir ikki tallam nim buldu, uzman buldu. O hemiz geçiş bulanmaydı. Bunlar bilemez ki mümkün hatta. Anda bu kapkası ziyanı statusiz. Mesela aldığın kadar bizden bir kardeşimizden ki 5 ayda geldi.
Devlet doktorxanaga men dep turib, bulmaydı aş devlet doktorxana tugdurun dep. Devlet doktorxana tugdi. Ondan keyin balla tuguplam balla mesele çıktı. Onu aşı çünkü devlet doktorxanasında bal tufulanken balla doktor kirdi çokum. Kile balını kontrol kıldı. O bir nesini guman kıldı. Yürek münasebetlik mesele var dep. Derhallam o balını teşkil sakıttan aşına yürek mesele var. Onun keyin davalaş elip badi. O bala mesela hazır unda kesinlikle hali yaşadı. Eğer şahsi doktorun olup kalsa %95% bilemez ihtimali var. Onun çünkü aşınınki kesbi ehli bulmasa bilemeydi kesinlikle. Şununla mesele yok da çıksız ondaki neçe aydayken karşısınız. Keselle başlanan doktorxanada kilenmeysiz. Keçkip kalsanız teknik hatarlık kesel olur. Şunlaşka çoğun cihetin etkan çağda mı ameliyata devlet doktorxanası bizninki salametlikimiz için ameliyat yaxşı. Fakat ve fakat biz yaxşı muamele kıldıkken, iştik kıldıkken ne plan, şahsi doktoran güldülüp bağmasımız gerek. Biri bayman degende xatır ba. İkincisi iqtisadi cemden bir moş pul төлep ketimiz. Şahsi doktorxanalar. Hem devlet doktorxanalar elbette biraz uzun saqlap kalışımız mümkün. O to'g'ri. Çünkü nurg'a adam kesel nem qildi, barmadaydi. Lekin ciddi kesel olib qolsa devlet doktorxonasi sizni 1 minut saqlatmaydi. Onu bilish kerak. Ciddi bölümgüden bardan ciddi şop qilib qolsa, siz ondan derhallam doktorxonaga oladi ya operatsiya qilamiz deydi, bir narsa qildi. Shunlashqa ciddi kesel olib qolsa, unda jiddiylik ketishning hech hojati yo'q. Hatta ba'zan shaxsiy doktorxonalarning nurg'aydan bilmagan bir narsa bor. Keldigan doktorlar yana hukumatdan keldi, anglashmalar. Hayat işlep bulup, hükümet işlep bulup akşamları dişilik. Mesela deydi o, mandamanda kesilajı isteydi. Devlet doktorxonada ishlayotgan bir nima bo'lib qolsa, jara. Ondan keyin 6-7 yildan xizmatdan chiqamda, kechki to'g'rilab qo'ydi, men buga ishlasam bo'ladi deb. Shuningla ondan keyin bir ish bo'lib qolsa, yana mashina telefon qildi. Manda chataq chiqdi deb. Chunki o'zidagi ba uzmanlar yetishmasligi mumkin. Shunlar yana mashina taklif qildi. Yoki ishtirab qilolmay qolib qolsa, ya dishvaxon doktor bo'lmay qolib qolsa, yana aşağı bor edi, cho'ng doktorxonalar. Mesela Türkiye'de 2-3 tane doktorxona var shaxsiy, cho'ng. Ularniki belki kuchli bo'lishi mumkin. Ama hech qanday vaqtda davlat doktorxonasida kuchli emas. Buni bilish kerak. Bizningki xalqimizda eng cho'ng xatolik mishal men bekchiq anglayman. Shu xuddi shaxsiy doktorxonasi doktorning eng yomon ashadi. Shu eng mutaxassislar ashadi. Eng yomon ashadi to'plangan deb o'ylaydi. Unda emas, bir islom ekilmasa bir shaxsiy doktorxona shuni yetarli. Çünkü o şahs, o dağlık doktorlamış hükümet doktorxonadan ayrılganlar. İstifa berip. Yoki pensiya chiqib kelganlar bor. Haqiqatan dağlık doktordan var. Onu ismini semmeden bildi. Ay bir doktor kütlü doktorxonaga yetdi. Belki bu doktor so'nggi doktor bo'lishi mumkin, ama qolgan doktorlar yo'q. Shuni e'lon qildilar mashina qildi. Sening kesilan so'nggi doktor emas, ehtiyojing yo'q. Belki seninki ayollar doktor ehtiyojing var. Ama ayollar doktor qolsang, yangi o'qish bitdi degan bir doktor bo'lishi mumkin. Onun tecrübesi jiq emas. Doğru. Hem de bu cihette men aşı ciddi aşı ta'kidlaydiganim bizning qarindoshlar mush narsani voz kechib shaxsiy deb juguravermay amal va shu hukumatdanki bor imkonni yaxshi foydalanish kerak. Tushundim. Pek yaxshi ma'lumot oldu. Biz bu Türk fuqarolarimiz o'sha doktorxonaga berishdan burun randevu olamizmi deydi kun. Nurg'un bölümlerge ağa vaqtimizda davlat doktorxonasida ko'pincha uchraydigani eng boshda ko'rgan vaqtida yangi o'qish bitgan ekanligi aniq. Ham shu randevu ağa vaqtida ogohlantirish chiqarib qo'ydi. Bu kasalni, bu bölümdeki kasalni uzman va ekibi deblar. Bu ham shu universitetni bitirib yangi chiqqan bu kasbda sizga o'xshash chechiga oq kirganlar emas yani. Bunda cho'ng peshqadamlarni oz ko'ramiz eng boshda. Bu insanların zihniga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Boshqa shaxsiy doktorxonalarda rasmiy bu kasbning eng yetishgan odamlari bor. Davlat doktorxonasiga borsam shu sho'rkalar chiqadi oldinga deb. Unda o'ylab qoldim. Yana bir narsa bor. Bu yaxshi narsa bo'ldi. O adiki o'qish bitgan bolalar, haliq 6 yil o'qish bitgan bolalar emas. 6 yil o'qish bitirib, qayta imtihon kirib, o'zmal 4 yil o'qigan bolalar yana bor. Hesab 10 yillik adam bo'lmoqchi. Aşı yosh bolalar. Shunday. Undan normallik kesa ko'maydi bu yana. Şu onun bir eskatib qo'yish kerak. Ular 10 yillik adam. 10 yil to'xtamay o'qiyotganlar. Albatta mahsul mesela 6 yil o'qib bo'lgandan keyin normal doktor bo'ldi. Turkiyaning sistemasida. Undan keyin men maxsuslashdim deb qolsam, maxsuslash imtihonisi va uni kirish kerak. O'talisa nomer qarab, ya balla doktor oldu, ya so'nggi kasallik oldu. Qaysi hol shuni kirdi, unga yana 4 yil o'qiydi. Ba'zan bilimni 5 yil o'qiydi.
Xo'sh, xo'sh. O'qib bo'lgandan keyin uniki yashadi ishlis bo'ldi. Demak, oniki 4-5 yilgacha shu bir professorning yanında bo'lgan adam. Ishkineligi, ya mushu ekip birlik ko'rdi deb yozib qo'ydik. Sababmi shu? Masalan, ba'zan shunda o'qiyotgan bolalar shunda 6 yil ketadilar, 4 yillik kesdi maxsus ishda. Onun professor bor tüpüde. O balla körün normal olub qalsa, əgər bilinmey qıb qalsa, dərhal aşıyor özünün professor deydi. Manda şu. Manda aldı bilemedim desə, endi olar manda deydi. Şu xalığançı o ekem kesib edem emas o. Xalqın çöngündə unda addi iş emas. Çünki mesela o balla kesib qoy deb qoyla xata bir nərsini. Çataq çıxıb qalsa o balının hayat tüküyüdü. O onda xatarını hər giz almaydı. Bunu biliş gerek. Xalq özündən oylaydı. Senden bekrek üzün oyladık ayet bir adam var. 10 yıl hayatını verip emde kopap meyvesi alay diyen çağda turma çirişine ya kısmında arıp kalır. Asla oynamaydı o. Elbette insan boğanın gibi bazen hatta diagnoz koyduğun buna buluş mümkün. Bu dünyanın hem yerde var. Türkiye elememiz. Onun dikin o sel eğir mesele kalsa zat kesinlikle mi deydi profesör. Manda sel eğir mesele çıkmadı dese o üzü beyvas küreşki başlaydı. Şunlar çıkıp bu manda zincirlik iş. Fakat o küçük ballam kurduğun şey olmuyor. Yaş bal kurduğun anlamış emez. Bunun işte kendine ciddi nimba, aksa. Onu yitekler artık adamlar var. Şunu akıldı. Mesela bizden kesiptim o. Biz kesel görmeyen bilen. Deki bu şunu keselden aldığın şu halk sağlık kısmı zaten. Halkın sağlık doğru. İş op kap kalsa. Bazen eskildi o mamanda dep o balla bizden ki maaşını töşül okuydu bizim o balla. Derhal öz karar kılmaydı bizi kildi. Mamanda akıptı manda disek bolamdı. Bu bilemeye kaldım dep. Bilemeyen çat kildi. Bilip %100 aş men muşunu bilemen dep kıysa deydi. Anda kılmaz manda kılmaz deydi. Eğer bilemeye kap kalsa yani bizi kildi. Okutuşlar. Şonlaşkan bunun biliş gerek. Onda ensiraşının hiç açıdı yok. Doğru. Ben bir adamda ağabeyim biraz söylep ötüğünüzden bir şeyde şu nasıl isim kep kaldı da Türkiye'deki nurgun televizyon kanallarda her profesörler, doktor halde işlevatkan dağınık şahıslarını teklif kılıp söhbet ötküzden. Şu hem uların köpünçisinin qaqşaydığını şu kesellerge, xalqqa məlumat berge vaqtida hem şu doktor halda işlevatkanların ki doktorların köpünçisinin ki şu antibiotikni to'la aşı doğru yazgan vaqtida şunu yezishning ki qancha xatarli ekanligini buni biz cheklab bo'lmayapmiz u bu deb. Ameliyatda ham da biz bu nurg'un qatam ham doktor halda ba'da qamda şu yazıkan bo'lib bir qancha kun saqaymagan ekan doğru yazsa shu xil yazgan şu tablet doğruning ichida çokumla babamda antibiyotik. Ve bunu yazmasa olmam dese sen boş ver onu deplam yazıp koydum da. Bu bekli köp mesela hem doğru halde hem en köp setildiğin nasıl olması gereken bu. Şu antibiyotik namlı başında istimal kılınışın bedendeki bir mikropunu öldürmenden başka paylık neresine mincik öldürdüğünlüğü. Muşunun aldıkken kandak mesela muşun? Bu antibiyotik pek mühim sualdan birisi bu. Mesela bizden kesibdeki toxma yapılışan işten birisi şu. Çünkü biraz halk münasebet neyse. Bu dünyanın hem yerde bulam terakki kılıvatkan devlet pek iğir. Hatta Afrika'daki devletlerge şu doğrukan kirip biri verdi. Türkiye'de burun bazen bir tek ki kanun çıkıp bilinmeyin hazır. Doktorun kimisi olmasa. Lakin bazen doktorlar şu kirpoğuz yezbirdi. Antibiyotik kişimizden sakaymayız dedim. Bulam küçük balına kirpoğuzlam antibiyotik yezbirdi aşılar battı. Ma yeniden ma hazırki sayya ministeri almıştı. Bu adam bunun karşı şonlaşık hazır aile hekimleri buna adam karşı. Bunun için en mühim nesmi şu antibiyotik yazış doğrusu. Elbette oturuyorum buluş tepkiş gerek. Hem de bazen adamlar bular mesela yeş çoğunluk doktorlar bu işte pek eğirdi. Mesela bizden aile doktorumuz başında balını ekirpo mesela o bek nambu pitipti. Hemen deplam yazıdı. Vay toxtab unumaydı. Aldın qetem xelam eğir sakayma yapardık biz. Appasak yağ yasak olmaydı. Demiş ki mayen kanun çıktı emas mı? Yasan caylayımız maaşını kesimizde kontrol kıl demdi. Endi devlet nima uchun bundan kontrol qiladi degan chaqda antibiyotikni ishlataversa, antibiyotik qarshi nima kuch shakllanib qolsa bedanda va keyin qanday boshqa kasal bo'lib qolsin davolanib bek tez to'xtaydi. Eng cho'ng xatiri shu. Shunlashqa buni dunyoning hamma to'xtama ta'kidlaydigan masala shu. Antibiotikni qalamqa ishlatmanglar, antibiotikni qalamqa yozmanglar doktorlarga. Chunki ayda antibiotik qarshi shakllanib qolsa, kuch shakllanib qolsa bedanda keyin jiddiy kasal bo'lib qolsa davolamak tez to'xtaydi, uni tepkin bermaydi beden. Şu en çok hatır şu. İkincisi ondaki bu antibiyotik meselesi yana bizden millet demez. Hemen millette hata bir şey nesi var. Aş kesel olup kalsa, zukam olup kalsa, kanda olup kalsa aş antibiyotikten aş bağlasın bir öde uydu. Bazen devlette azda neme çıksam biri de soğumaydı.
Antibiotik aldı balalarga, çoğlarga dese birden devletlim var. Mesela Türk Cumhuriyeti buluş mümkün. Mesela Kazakistan, Özbekistan. Aşağı köratın qarindaşlarına dikkat kılış gerek. Bu bexatarlik alması gerek. Bu nima degan vaqtingizda bu antibiotik degan gap mikrop qarshi, bakteriya qarshi bo'lib qolsa bo'ladi. Sizning kasalligingiz bakteriya sababli bo'lib qolsa, virus xarakteri bo'lib qolsa foydasi yo'q uning. Bizning xalq virus bo'lsa ishlataverdi. Xo'sh. O virus, o doğrusunu virusni o'ltirgan narsa emas. Mana shu nima normal dorixonalikka, doktorxonaga yasatgan. Shunlar buni bilish kerak. Bu sen kesin virus xarakterlikmi, bakteriyami, onu bilmaylam, antibiotik beraversan foyda qilmaydi uni. Deydi antibiotik bersan foyda qilmaydi. Demak, seninki kesin ondan nima emas. Bakteriya xarakterlik emas, virus xarakterlik. Shunlar onun doğrusu boshqa. Xo'sh, xo'sh. Eng cho'ng xatolik yana birisi shu. Shunlarga endi antibiotik masalasida cho'qim doktor aş yazib bermeyçi qattiq ishlatmasi kerak. Ya'ni bizda bu yaxshi ko'ngil deymiz. Qo'shnilar bağıb qalsa aytdi. Ay doğru nima deg'ashva. Balamanda saqay to'ptoslar meni bir doğru vaqtda chiqib beraysiz deb. O doğru payda qilamda kichik bala bo'lam bo'lmamda deydigan ishni o'ylashmaymiz. O doğru bir degan narsa emas u. Xo'sh, xo'sh. Agar tasodif qarshi tarafning o doğru qarshi nima qilib qolsa, reaksiya qilib qolib qolsa, o'lishga sabab bo'lishi mumkin. Şunlaşqa aynda şop qalsa, şun qulum qo'shnilar menda doğran bari balam tugatmaydi deb doğruna ippirdash yo'q. Ya'ni birga kichik balaniki antibiotikni bilimiz suyuqlik. Onu ağzına chiqqandan keyin manchi kuni tutishing kerak deydi. Onu yerim ishib saqib bo'lgan chaqdilam, onundaki eshib qolganda men beray deb qo'shnish bas bo'lmaydi. Chunki buning bizning qarindoshlar bor ekan bunday ahvol. Ikkinchisidan bir shishini tutish kerak. Masalan, shuni tugat desa tutishimiz kerak. Masalan, 5 kunlik bir ko'pincha 5 kuni tugat desa bizning qarindosh 2-3 kunda ishibliqqa saqaygan degan to'xtatib qo'ydi. Nimish to'xtat desa saqaydi. Saqaymida saqayish boshlab mangan ahvol bu. Undan to'xtatgandan keyin shunlar shunda bo'lishi mumkin, ya'ni azroq saqaygandan keyin kisel keni yenib bitir yana. Chunki endi saqishmagandan keyin to'xtatdi ya. Bikanimga 5 kun demaydi u. Mush 5 kun to'liq yesa, lekin mush kisel kontrol qilish mumkin deb bergan narsa bu. Siz 2-3 kunlar endi saqayibdi men ishlamatmasam bo'ladi desangiz, keyin qarasang yana keyin ketib yana nachalashib bormi, yana deysiz, yana barsiz doktorxonaga, yana antibiotik urdi, keyin yenib ketadi. Shunlashqa agar tamomla 5 kun desa, cho'qim tamomlash kerak. Bu mu antibiotik ishlatish eng muhim narsalarning birisi, ham eng ko'p ko'rayotgan xatolikning birisi. Bizlar ham nurg'un millatga o'xshash. Xo'sh, xo'sh. Alloh razı bo'lsin. Abay pul davlat ko'tarmaydigan kasalliklarni tilga oldingiz, masalan, tushunsak yo'q deb. Endi mush Turkiyada jiq anglayman, mush xalqimizningki tish masalasini davlat doktorxonasidan randevu ololmayotganligi. Ham davlat ko'tarmaydi o'xshaydi qaraganda. Mushu chunki qimmat bo'lganki, har ko'chib qarasak tish doktorxonasi illa bormi ko'rmasangda. Buni davlat qat'iy nagiga ko'tardi masalan bu tish masalasida. O tish to'g'risida to'g'ri degani, nima amma kun olmoq bektas. Xo'sh. Chunki doktorlar yetarli emas. Tish doktorlar ko'pincha bayaq siz degandek hamma shaxsiyatchilik kerak. Va tish doktorlik tug'ilganlar davlat ishlamay shaxsiy ishlaydi. Chunki yaxshiroq pul topa oladi. Bu bir haqiqat. Endi doktorxona qanday to'laydigan chog'da ona o'xshash. Agar o'sinish xarakterlik bo'lmay qolib qolsa men to'laydi. Siz qo'pab tishimni davoltdim, chekdim, dolg'i yapdim, undan bunday qilma desangiz to'laylik. Ama siz qo'pab tishimni qamoqlab qolganda ashaga implant yapamasa onu to'lamaydi. Onu olmaydi. Implantda o'zing yanchiqni pul to'laysa deydi. Xo'sh, xo'sh. Ama total deydi butkul tishpaklar edam olib qolsa, qari, unda olib qolsa, unaga yalaqi saqt tishni qiladi. Nima uchun degancha o yalaqi o'sinish emas, ehtiyoj. Ehtiyoj. Ama 1-2 ta 3-4 ta chiqayotgan tishning o'rniga tish soldim qilib qo'ydisa, uni to'lamaydi. Sevik. Yana o'xshay bayqagan munosabatlik. Ona nima deb qaraydi? Sen estetik o'sin tuzashga yetqin deb. Xo'sh. Xo'sh. Alloh razı bo'lsin. Ko'pdan ko'p rahmat. Boshqa bir narsa qolmadi deyman. Yo'q, asosan emas. Endi oxirida sizni ata aytdim, yanimda bo'lgandan keyin so'rab olay. Bugungi Turkiyaning sahiyya sistemasining sirtidagi bir savol bor. Hozir zikrim kelib qoldi ekanman. Bu yerda İstanbulda bo'lib masalan nayt ko'p xalqimiz yashayotqashqanda vatanda nurg'un tunilgan milliy tibobatdan yetishgan xalqimiz chiqib u yerda doktorxona ichayotganlar bordi. Xalqimiz o'rtasida shu bugungi zamonaviy bu tip bilan bizning shu milliy tibobat o'rtasida milliy tibobatning to'g'rilarini
yesek uzundu payda qılmaydı o dep mesela qaraydı qaldı var mesela. Onun bardı qaldım ba bu arqanda qışqa onun ner tuzatlanma şu hazırda doğrularını doktor ispegan doğrularla işilti qaldı ba. Siz bu nuqta qana qaraysiz? Ama milli tibabet meselesi kelgan chaqda şu an'anaviy tibabet deb qaraydi hozir. Nechida bizning Uyg'ur tibabetining eng muhimlaridan birisi dunyoda hozir. Xo'sh. Nurg'un millat hech chiqmay tashlab qolgan ekan, lekin bizniki xeyli vaqtcha davomlashgan, taraqqiy qilgan, mukammallashgan sistemlik bir narsa. Shunlashqa Dünya Səhiyyə Təşkilatının hətta nimisi var. Şu bulapmı yuqumsuz kasalliklar, yani uzun sozulgan kasallik olib qolsa, ashuna kasalliklarga ishlasi bo'ladi. Masalan, o'tkir xarakter kasallikka bizning milliy tibabetdan bek yaxshi emas. Darhol saqaytanmaydi. Ammo sozulgan xarakter, uzun xarakter sozulgan kasalliklarga haqiqatan chiq unum bor. Bu to'g'risida masalan nimada bizningki mutaxassislar xili bor Turkiyada. Sağlık bilimlerdeki Mehmet Muallim olsun, endikin profesör Muttalip Emçi olsun, bula kesip endikin Sübinur'un anısı Şemşinur Hanım olsun, bula şu kesip okuyalı mesela. Bu neyse ki en mühim neyse, iki neyse ayırtış gerek. Biri yanılama aş özünün kallısı boyunca hem edenin aldığı basak olmaydı. Lekin Türkiye'de en çok bir neyse müş milli tibabetlik hazır. Doğru yesek payda qılma degan iş çıkıp ettik hazır. Çünkü bunu kesip ehli olmagalım kılıbdıqlık hazır. Bu bir hakikat. O kesipni okuğalla mesela kolundan sanıvaqlı hazır. Biz bilimiz müşne işte kim müş kesip okuğalla. Ama okumay kitaptan okuvelip yoki bo'lmasa 5-6 ay bir kurs qatnashib bilan men tibib deydigan unda tibib bo'lmaydi. Unda asan ish emas. Agar unda shu qilsa hammadam tibib, hammadam doktor bo'lib ketadi. Lekin ma bir nadonliqchi. Buningki zini o inson bir odamga ham emas. Butkul millatimiz zini hozir. Agar sen boshqa bir millatga bir odam davolding, saqaymidi, yo xato daz to'g'ri urib qo'yding. O vaqtida Uyg'ur tibabet degan mandaqki Uyg'ur tibabetga mandaqki bizniki tibabetimiz ham dağçıdı. Hem çüglük. Şunlaşqa bağancat kimi beriş bek mühim. Ona degan mesela aşını kesbehli olib qalsa, avval qanday qilib ko'z tush, tashkurish orqali qama to'g'ri bo'ldi ekan deydi, birdi. Undan keyin bu milliy tibabetning to'g'rida saqtlik, jiqishlik bo'ldi ekan. Mesela onu yaşadık biz. Men shunda tavsiya qilib biraylang desam, bir doğru yasab berdi. Onada degan qannatiz chiqsa, bir narsa bor, yo'qlik ko'tilish kerakdi. Ko'tirilmadi. Hani Germaniyada Fernakimiz deb akimiz varmış kesme ahli olma. Ve onu versek bu narsa çok bir narsa kam yasap yaptı dedi. Yani o akimiz atan yasap berdi. Ondan da kim bir aydan o bizde yükseldi kanlık seviyesi. O hazır hakında dötemez. Yasagan narsani ishlatkandayken paydasini qarablam emas, qandimi tashkil qilib hazır. Eğer onda payda qilimiz qanday qildi, ishonmaydi unda ikkinchi qatimda. Shunlar uchun men nurg'on qarindishimizniki men yegan to'g'ri payda qilmadi do, shundan uzaydim degan sabab mencha ya xatoydan beriglik, kesb ahli olmaqlik ko'rinuvlik, yoki bo'lmasa shunda to'g'risi ishonch olmagan ashunda ya to'g'ri shaklda yasalmagan to'g'ri yeb qolgan bo'lish ehtimoli cho'ng. Agar doktorga berib yoki shu haqiqiy biz biladigan kesb ahlini berib qilsa, amaliyot milliy tibabetniki doğruluk paydasını ispatlangan. Hem de Xitay nurg'uni o'zi elib oldi. Vatanda nurg'unlig'ini tajribanda o'tib, davlatning rasmiy tasdiqini olgan nurg'un dorilarimiz bor. Amaliyot payda qiladi. Lekin mana chet eldagi to'plangan to'g'ri olaydigan odam bek chiqib ketib hozir. Biz xalqimiz ziyanselig'lik, ondan keyin bizning milliy tibbatga da'vat kuchlilik. Onlarlam emas, bizniki afsus başqa davlatlarda bu Xitoy bo'lsin, Hindiston bo'lsin, Afrika ba'zan davlatlar ishlatadi. Nima uchun ishlatadi degan chaqda azon deb ishlatadi. Chiqadam shundan davolansa, masalan Xitoyda ayni vaqtda taraqqiyot sababdan bir shu. Nupus bekchiq, doktor az, shunlar chiqib shunga yo'l ochib bergandan keyin bekda taraqqiyot bekchiq. Hindiston ham shunday nupusi chiq. Nupus chiq davlat ko'pincha bor bu. Ama nimada hozirgi İstanbulda bu doğruni ajoyib qimmat. Men bir nechasini aşağı aldık. Men özümə iran qılıb qulluqum işenmedim. Kiçik bir donası 4-5 min aptı. Onda emas o. Oğlaq sorsa ağzımızı toğlap qoydu. Adam ağzı keməyin nəsə qatdım, onu qatdım, bunu qatdım, şu qimmet deb. Belki qimmetdir o. Amma bu dünyanın hem yerde deyilik.
Ma g'arib tibobatdan maliyat azroq bo'lganlik uchun chiqim. Shunlash kön ko'lamda ishlatyapmiz deylik. Bizda ta'turlam. Hozir shu bizningki milliy tibobatni baylar ishlatalaydigan, haqiqiy ehtiyoj ishlatamaydigan kelib qoldik. Bu ta'tur bekit bordi-ku. Shunlashqa meningcha bu jihatdan shu kasb o'qigan, shunda maxbarat ma'lum bo'lsin, Metal Ajimkan bo'lsin, Shemshunur xonim bo'lsin, yana 5-6 qarindoshimiz bor. Men ismini sanamadim. Mushlar meningcha sal olishni oldiga chiqish kerak. Kesib bilmaydiganlarga to'xta deyish kerak. Bu bo'lmaydi, xalqning haqqini yemay. Bu xalqning haqqini yeganlik-ku. Bilmay turib, qalamgan doğrunu yasab berib ishilmaydi o doğrular. Unda qilsa xalqimiz zaten aran o'tayotib bu yerdanmi? Onu 4-5 ming to'lab pulni avalab, qilsan o odamni sana obdan duo qilmaydi. To'g'ri. Shunga menimcha bu ishga bek diqqat qilish kerak. Allah razı olsun. Ko'p rahmat. Teşekkür ederim. Xo'sh, qadrli ko'rmalarimiz, shuna qilib nihoyat ko'ngilli bir güzel suhbat bo'ldi. Inshaalloh piyoda turib bo'lib Turkiyada yashayotgan va hatto boshqa yerda yashayotganlarimiz bo'lsin. Nihoyat muhim ma'lumot berdi. Shu tibbiy sohada diqqat qilishimiz kerak bo'lgan masalalarni. Allah subhanahu va taala ömür bersa yana bir qatimliq suhbatda boshqa bir temada ko'rishguncha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.